Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yana bir video olishga qaror qildik. Xudo xolasa o'zimizdan bir xorazmcha palov pishirishga harakat qilamiz. Marhamat, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Like bosasizlar, yoqsa, yoqmasa dislike. Bana bağıma bir kirin deydi, birgeleşip encirimiz yürün deydi. Bir kız bana bağıma bir kirin deydi, birgeleşip encirimiz yürün deydi. Kıvançımı sığdıralmayı kanap dursam, bahanada anarımı görün deydi. Kıvançımı sığdıralmayı kanap dursam, bahanada anarımı görün deydi. Encirinden aylanayın özüm yar, anarına bağlanayım özüm yar. Encirinden aylanayım özüm yar, anarına bağlanayım özüm yar. Bağa girdik bir geleşip bulup şap, encirimek anar kürmekten murat. Bağa girdik bir geleşip bulup şap, encirimek anar kürmekten murat. Sadakalar gitey senleyin kızını, bağımdan çıkmasam yedim umur bak. Sadakalar gitey senleyin kızını, bağımdan çıkmasam yedim umur bak. Encirinden aylanayın özüm yar, anarına bağlanayın özüm yar. Encirinden aylanayın özüm yar, anarına bağlanayın özüm yar.
Yine bir merta assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Nazib palovimizdan xudo xolasa demga qo'ydik. Endi ozroq vaqtimiz bor, shundan foydalangan holda videolarimizda o'zining izohlarini qoldirgan obunachilarimizning izohlarini o'qib eshittirishga harakat qilaman. Go'sht Sherzod degan yigitning go'sht do'konini video qilganimizda Bog'bek Matnazarov degan obunachimiz dim zo'r deb like bosdi. Rahmat, katta rahmat. Sherzod молодец, bos gazini deb Bunyod Mahmudov degan do'stimiz ham yozdilar fikrlarini. Xursand deb qo'ydi. Bos gazini deb yozdi udan. Rahmat hammangizga. D deb yozib qo'yibdi. Atini Uzer Uk 4 ok 8 tu degan atini shunday yozdi. Tushuna olmadim to'g'risi. Bu baraka yomg'iri. Allohim hammani ekinlarga baraka bersin deb yomg'irli kunda tushirgan videoma yozdi buni. Rahmat insonlarga. Tamam. Başlan. Jahongir degan ukamiz ishlaringizga omad debdi. Rahmat. Bo'lsin yana bir videoda bir salgina e'tiborsizlik etib o'zimdan bo'lgan u. Bir nosvoy chaqib turganini tushirib qo'ygan ekanman. Noskash deb yozib beribdilar ular. O insonga ham rahmat. Xatolarimiz to'g'rilab boramiz. Agar videolarda xato ko'p bilaman yozib turinglar. Niyamda xato bo'lsa to'g'rilashga harakat etaveramiz. Xatosiz bo'lmaydi hech narsa. Rahmat, davom ettiramiz.
Hammaga yaqin ishtahar. Rahmat hammasi uchun.